paya kültələşini video davamında görüb baravaramiz ki, payani faydalı xüsusiyyətləri haqqında gəpləşib baramiz. Şamalda havası xarab olsa, əldən də uzun sıraq qoyamız. Video davamında görüb baravaramiz. Şu payani məsələn qazda pişsə, non, somsa məlum miqdarda uqarı çıxadı. Əgər payada pişsə, məsələn tandırını payada qızdırıb pişirsəniz, nona uncha uqarı ya bir nəsi bo'lmaydi. Buni payada təbii bir kuli, qayta naborot kuli nona ya somsaga uçub deysə, bu qayta odam organizmi üçün faydalı bo'ladi. Esa video davomida görüb boraveramiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Paya kültələş jarayonini görüb boramiz. Video davomida görüb boraveramiz esa. Yine kültə boylash uchun do'stlar, birinchi yaqiroqni olaveramiz. Yilga sotib olasizlar do'kondan. Buni bir to'pi 10 ming so'm shundan bo'ladi. Adashmasam 10 ming so'm bo'lishi kerak. Olasizlardan buni Greti bir 50-60 santa etrafında qirqiladi bu. Endi tam uzun bo'lsam, lishni chiqib qoladi, uni foydasi yo'q. To'g'risi. E'tiborli bo'lamiz. E'tibor beramiz da. E'tibor beramiz. Keyin bitiramiz. Bunu boyuna göre olmasa ya boy. Resimeden sürüveremiz özünü. Ne boy? Benim boyum mesela benim boyum 1.80. Bu bakımdan değil. Sonra 2 külten sasanız sonra doğru yalpı kızdırады. Vallahi acayip. Keyin yaqiroqni olamiz. Buni obunachilar, yurtdoshlar, payani foydali xususiyatlari to'g'risidan bir gaplab o'tishda bo'lsa, masalan, hozir gaz tandırlar köpəyib ketdi. Gaz baribir gazdan non yapadılar, to'g'rimi? Ya somsa yapadılar. Baribir gazdan ma'lum miqdorda uqor degan narsa bo'ladi. Zaharli modda bo'ladi-da, baribir uqor chiqadi. Shu nonning ma'lum qismi urib boradi. Her non yapganda urib, baribir sog'liqqa tamam foydali deb bo'lmaydi u uqorni. Zararli. Lekin payaga qizdirib yopilgan non boshqacha bo'ladi. Naborot, bunun kuli, yongandan keyin kuli nona uçup yopishsa, onun adamın sog'liqi uchun foydali bo'ladi. Mesela shoshlik ya kavapa kul uçup deyse, adam uchun foydali bo'ladi. Ana shularni aytmoqman. Keyin yana bir nelerini aytsak, yana yaqiroq kelamiz. Yana paxtasi, to'g'rimi? Misol uchun. Paxtaning o'zi shuncha foydali bo'ch. Keyin ichida buni chigita bor. Hozir chigitani chiqaramiz. Paxtadan shunchalik mahsulot olinadi bunga. Noh, tola, kiyim-kechak tikiladi. Keyin bunda nasi bor? Nodiyarlar buni adini chigiti. Chigitdan necha mahsulot olinadi. Yağ alınadi, bir dorital yağları, oq yağ. Foydali yağ, adam uchun foydali. Keyin yana nima? Kunjara yem alınadi. Eng oliy navli, sifatli, butun dunyoda no'mradin yem mollar uchun kunjara. Ikkinchi shurut, uchinchi sholqa va hokazo. Yana bir
bir diyorum yemlerin türü alınadi. Quruq şolqa bor, yog'li şolqa bor, yog'li şurot, quruq şurot bor. Keyin yana bir turi suvun alınadi. Kir suvun alınadi bundan. Kir suvun. Hozir ko'ramiz ichini. Ha, yaqin. Evet, pişirseniz içi görünse gerek yine. Yani shunday bo'ladi buni ichi. Yani şu chigitdan shunchalik mahsulot yine mazalı tam geldi yine. Yo'q da bu yog' olinadi. Kunjara, shurot, quruq shurot, yog'li shurot olinadi. Bu hokazo bir 10dan ziyod foydali xususiyatlari bor ekan. Oqtoni chigiti bilan ikkisiniki 10dan ziyod. Endi qoyasi shunchalik foydali. Mol yedik ko'rakini, paketga bu yo'rpaqlarini yedik, odam bo'ladi, tandir odam bo'ladi, plus 10-15 xil foydali xususiyatlari bor ekan. Do'stlar. Ya buni ham foydalanamiz endi. Foydalarini gördingizmi? Eğer mabodo bize hozir Shavot Maqtumquli territoriyasida Dimitrov degan yerimda yuribmiz. Agar kimda kim qo'ya olacak bo'lsa, shu o'rtalarda qo'yalar ham bor ekan, sotiladi u. Bemalol aylanib kelsangizlar, yo'llaringiz tushsa, kelsangizlar uylaringizga olib borib beradi ekanlar. Traktorda dastlab keldi. Kelishasizlar, qochgasizlar, necha so'mdan bo'lsa, kelishib olaverasizlar. Qo'yasi dim zo'r. Qo'yani ko'rdingizlar, qo'yi 180. Kemi 160 chiqdi. Shundan yaqasiz tandirni qizib turaveradi.